Oddiy shardan shunaqa qorbobo yasaymiz. Bu videoni ikkinchi qismi, birinchi qismi profilimda bor. Sharga PV kley bilan salfetkalarni yopishtirib chiqqanimizdan keyin bir kun kutamiz. Qurigandan keyin igna bilan sharni teshib tashlaymiz. Ko'k shar bilan qilasizmi, qora shar bilan qilasizmi, farqi yo'q. Qurigandan keyin baribir oppoq bo'lib qoladi. Qorboboni tek qismiga ham plastik idishga oq kraskada bo'yab chiqib, boshqatalab o'rnashtirib oldim. Yana bitta dumaloq shakldagi plastik idish shlyapasi uchun kerak. Shlyapani chekkasi uchun oq qog'ozga shunaqa qilib shakl chizib chiqdim va kesib oldim. Kesib olgandan so'ng bu plastik idishda shu dumaloq shaklga oq qog'ozga yopishtirib chiqasizlar. Pistolet kleyda yopishtirsanglar ham bo'ladi. Shlyampa shakliga ham keldi. Men bu shlyapani qora rangga bo'yab chiqdim. Xohlasanglar qizil rangga bo'yasanglar ham bo'ladi. Qora rangda ko'zlarini ham bo'yab oldim. Xohlasanglar ko'z yopishtirsanglar ham bo'ladi. Men igrushkani ko'zini olib qo'ydim, yopishtirishga yo'qolib qoldi. Qorboboni burnini esa konus shaklida qilib yopishtirib olasizlar. Endi bo'yniga sharf qilamiz. Qizil lenta bilan sharf qilib oldim. Keyin bantikcha yopishtirib qo'ydim. Kichkina qizil lenta bilan shlyapani chekkasiga aylantirib yopishtirib chiqdim qizil lentani. Xohishga qarab bezatib olsanglar bo'ladi. Qorboboni miyasini ochib, ichiga svetilnik tiqib qo'ydim va shlyapasini qayta boshiga kiydirib qo'ydim. Mishiga ham qorbobo qanaqa chiqdi ekan deb xabar olib ketdi. Qorbobo tayyor bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Qorbobo sizga yoqdimi? Izohlarda yozib keting. Bu yasalgan hamma narsalarni qanaqa yasalishi profilimda bor.